Assalomu alaykum do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi rubrikamiz sizlar bergan savollaringga men javob beraman. Qanday Boshladik. Instagramda ham va YouTube'imda ham savol joyini qoldirganman va sizlardan kelib tushgan savollarga hozir birma-bir javob beraman. Birinchi savol: siz necha yoshdasiz? Men 25 yoshdaman, 2000-yilman. Qayerdansiz? Qayerda yashaysiz? Xo'p, o'zi asli Qo'qonliman. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridanman. Hozirda Toshkentda yashayman, chunki chetga turmushga chiqqanman, lekin turmush o'rtog'im ham asli Qo'qonlik. Bu yerga oilaviy ko'chib kelganmiz. Hozir o'qiyapsizmi yoki ishlayapsizmi deyishibdi. Chunki nedavno ishdaligimni videosini qo'yib yotgandim va birdaniga hozir o'qishdaligimni qo'yyapman. O'zi ishga kirgandim, o'qishga kirganim uchun ishdan bo'shadim. Hozirda birinchi bosqich magistr talabasiman. Hayotingizda eng katta orzuyingiz nima? Hayotimda eng katta orzuyim dunyo kezish. Judayam ko'p davlatlarda umr mobaynida ko'rib chiqmoqchiman. Qachon o'zingiz bilan faxrlangansiz? Birinchi marta o'zim bilan faxrlanganimda 2019-yilda birinchi marta o'qishga kirganimda grantga kirganman. O'shanda o'zimdan juda ham faxrlanganman. Chunki undan oldin o'qishga kirish faqat pul bilan ekanda deb yurardim. Chunki o'sha yaqindan boshlandi-ku, shunday bilim bilan kirish. Undan oldin telefonlar bilan odamlar kirgan imtihonga. Shuning uchun o'zim kira olganimga hech qanaqa tanish bilishsiz. O'shanda juda o'zimdan katta faxrlanganman. Xo'p, sizni hayotingizda eng ko'p o'zgartirgan voqea qaysi? Meni hayotimda hech narsa meni o'zgartirmagan va yoshligimdan shunaqa spokойный bo'lganman. Kichkinaligimda va hozir ham o'sha kichkinaligimda xarakterimdaman. Lekin dunyoqarashim kengaygan. Bu o'qishga kirganim sababli, oliy ma'lumotli odamlarni ko'rganim sababli, ular bilan gaplashganim sababli, o'shaning uchun dunyoqarashim kengaygan. Shu. Tak o'zgarmaganman. Sevimli taomingiz nima? Men juda ham ko'p narsani yaxshi ko'raman. Period bilan, misol uchun o'tgan yili oshni yaxshi ko'rgan bo'lsam, bu yil qozon kabobni yaxshi ko'raman. Shunaqangi, menda bitta именно taomim yo'q yaxshi ko'rgan. Period bilan bironta taomni yaxshi ko'rib qolishim mumkin. Xo'p. Bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Oldin bo'sh vaqtimda hobbilarim bilan shug'ullanardim. Hozir bo'lsa, bo'sh vaqtim bo'lsa, shu uyda yig'ishtirishga harakat qilaman. Qizimga qarashga harakat qilaman. Ovqat, shu. Hozircha shu. Sizga ilhom beradigan inson bormi? Albatta bor. Bu meni turmush o'rtog'im bo'ladi. Menga juda ham katta ilhomni o'sha kishim beradilar. Do'stlik siz uchun nimani anglatadi? Do'stlik bu men uchun sizni любой payt eshitadigan odam va sizni xatoyingizni aytadigan, meni nima qilibsan, mana uni narsaga o'xshamabdi degan narsani prямо yuzingizga aytadigan insonni do'st deb hisoblayman va sizdan biron nima kutmaydigan insonlar, shular sizga do'st bo'ladi. Misol uchun, o'zini manfaati yo'lida siz bilan gaplashadigan odamlarni men do'st deb hisoblamayman. Odamlarda eng qadrlaydigan fazilatingiz nima? Odamlarda eng qadrlaydigan fazilatim bu sodiqlik, sadoqat va samimiylik. Sizni xafa qiladigan narsa nima? Xo'p, meni xafa qiladigan narsa hurmatsizlik. Shu. O'zi hurmat bor joyda muomala ham bo'ladi.
sizni hurmat qilib gapirsa bironta, unga siz yaxshi gapirasiz. Undan keyin hech qanaqa konfliktlar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Hamma narsa hurmatsizlikdan kelib chiqadi. Xo'p, hech kim bilmaydigan bir iste'dodingiz bormi? Oldingi tanishlarim bilishadi, lekin yangi tanishlarim, yangiyam endi 5-6 yilgi tanishlarim man judayam yaxshi rasm chizishimni bilishmaydi. Xullas, talentim shu. Любой rasmda, odamlarni rasmigacha, hamma peyzajlargacha yaxshi rasmni chizaman. Haliyam bu iste'dodim qolmagan, rivojlanganki, anaqangi esimdan chiqib qoldi degan narsa yo'q. Xo'p, va yanayam yangi tanishlarim 1-2 yilgilar chevarchilikda bilishmaydi. Полный stoshda boshdan-oyoq tikalaman xullas. Lekin shu narsa esimdan chiqqan bo'lishi mumkin, chunki anchadan beri tikishga o'tirmadim. Xo'p, eng yoqtirgan faslingiz qaysi va nega? Ko'pchilik o'zi tug'ilgan faslda yaxshi ko'rsa kerak, shuning uchun meni ham eng yaxshi ko'rgan faslim bahor. Bahorda tug'ilganman, aprelda. Shuning uchun o'shani yaxshi ko'raman va o'sha paytda bahorda bilsanglar havosi, yomg'ir havosi, yangi ochilgan gulchalar, barglarni anaqasi havosi boshqacha bo'ladi. O'sha havo uchun yaxshi ko'raman o'zi aslida. Agar vaqtni orqaga qaytarish imkoningiz bo'lsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Vaqtni orqaga qaytarish imkoni bo'lganda man hech narsani o'zgartirmagan bo'lardim, chunki hozirgi darajaga erishishim uchun har bitta hayotimda vaziyatlar muhim deb hisoblayman. Shu darajaga erishishim uchun har bitta hayotimdagi vaziyat men uchun juda ham muhim va hech narsani o'zgartirmagan bo'lardim. Hayotda eng katta saboqni kimdan olgansiz? Hayotda eng katta saboqni ota-onamdan olganman. Ular to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatgan va xolam borlar. U kishini Mubashshaya deyman va shu kishidan o'rganganman. Hayotda ko'p narsani senga motivatsiya beradigan narsa nima? Men o'zim motivatsiyaman. Menga hech kim motivatsiyasiga ehtiyojim yo'q. Shuning uchun men birontaga motivatsiya bersam beramanki, lekin meni o'zimda motivatsiya hech qachon so'nib qolmaydi. Hayotda eng qo'rqadigan narsangiz nima? Hayotda Xudodan boshqa hech narsadan qo'rqmayman. Allohim bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun boshqa qo'rqadigan narsam yo'q. Xo'p, bir kunda mashhur bo'lib qolsangiz, birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? Bir kunda mashhur bo'lib qolishim shart emas, Xudoga shukr. Nimaga xohlasam, o'sha ishimni qilsam bo'ladi. Imkonim bor shunga. Shuning uchun bu narsaga mashhur bo'lib biron nimaga erishaman degan maqsadim yo'q menda. Prosta hobbi. O'zingizni kelajakda qayerda ko'rasiz? Xo'p, o'zimni kelajakda 2 etajli uyda, 2-etajda kofe ichib, pastga qarab turganimni, katta hovlimga qarab turganimni tasavvur qilaman. Shu bo'ldi. Savollar shuncha edi. 20 ta eng arasidan saralab oldim, eng qiziq savollarni. Xullas, sizlarni savollaringga javob berganimdan xursandman. Savollaring juda ham qiziq bo'ldi. Shunday qilib, keyingi video nima haqida bo'lishini yana izohlarda qoldiramiz. Kolokolchikni bosib, podpiskani bosib qo'yamiz. Keyingi haftada ko'rishguncha xayr.